Janoza kuni videolar olib qo'ydingiz-da, istoriya qo'ydingiz, post qo'ydingiz. Mana shu holatdan keyin ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p negativlar bo'ldi. Janozadan video olish, uni qo'yish, masalan, axlat ko'tarmoqchisan, aktivingni ko'tarmoqchisan degan gaplar bo'ldi. Bunga qanaqa munosabat bildira olasiz? Qarang. Endi orzu bilan masalan men orzu ayasi tanigan, menda masalan uni orzu ikkalamiz bir-birimizni bilan masalan ona boladek tanilganmiz, to'g'rimi? Masalan boshqa bilan o'ynab chiqqanida ham rolda ham unaqacha nima bo'lib ketmagan-ku, to'g'rimi? Lekin ikkalamizni hamma tan olgan, tan olgan. O'zingiz aytyapsiz, men uni shu voqea rost yolg'onligini men sizning istoriyangizdan keyin bildim deyapsiz, to'g'rimi? O'z asosida. Lekin hamma meni kutib turdi, qani agar men o'sha istoriyani qo'ymaganimda aytardi hamma, bu bormabdi janozasiga derdi. Odamlar har tarafiga gap topardi. Bormabdi derdi. Lekin men shu istoriyani qo'ymasam ham bo'lardi. Agar post qo'ymaganimda ham, bular demak shu qattiq urushib ketgan ekanda, qattiq o'rtasida ana sammanga borgan ekanda, mayli nima bo'lganda ham buni yoshi katta edi-ku, sal o'zi kechirimli bo'lsa bo'lardi-ku. U taraflama ham gap topib berardi, ishoning. Lekin qo'ydim, shu borganimni bilsin xalq. Men keldim, shu yerdaman, men janozasiga keldim, mana ko'rdim, men o'z ko'zim bilan ko'rib, mana haqiqatdan rost ekanligini sizlarga ko'rsatish uchun men video qo'ydim-da shu narsani. Bular o'sha boshqachasiga siz hech kim qo'ymadi, siz qo'yib yubordingiz, boshqa qildingiz, unday qildi, bunday qildi. Qarang, tobutini ko'tarib ketayotgan joyida ana shu yerda ham men eshitdim, men bir ikkita nimalardan eshitdim. Bolalar bir-birini syomka qilib bunaqasiga ketayotgan.